Bu safar 3-farzandlariga qornilari boshqacha bo'lganiga adasi san qiz tug'asan deyotgan ekanlar. Boya ko'rdinglar, ikkita o'g'illari bor. Oyog'ini qo'yib olganini qaranglar. Jonimman. Mazza qilib yotibdi onasining qornida. Bu safar kattaroq tug'adilar. Qorni kattaligi anaqa nima deydi? Suv ko'p. O'shaning uchun qorni dumaloq bo'lib chiqqan. Endi mana bu o'zi akamiz ham bunaqa to'nqayib yotibdilar. Endi shuni biz o'girdik. Buni o'zi nima uchun qildik? Mana adasiga ko'rsatish uchun. Adasi buni ko'rib, shunaqa o'zinglar ham chiqib ketibdi deb bizani maqtab qo'yishlik uchun yuzlari bilan chiqarib berdi. Adasi ko'radilar, inkor qilib bo'lmaydi bu narsani.